Siz ham mana shunday chiroyli va zamonaviy buyumlarni o'z qo'lingiz bilan yasashni xohlaysizmi? Unda mening kursim aynan siz uchun. Kurs davomida siz 17 xil turdagi toshli sumkalar, bundan tashqari salfetka soladigan qutichalar, chiroyli buldonlar, turli xil sandiqchalar va breloklarni yasashni o'rganishingiz mumkin. Barcha darslar tushunarli qilib noldan o'rgatilgan. Sizning tajribangiz bo'lmasa ham bu darsliklar orqali bemalol yasay olasiz. Darslar pulli, Telegram yopiq kanaldan bo'lib o'tadi. Eng asosiysi, siz bu darslarni keyinchalik ham ko'rib, bemalol o'rganib yasashingiz mumkin. Bu buyumlarni nafaqat o'zingiz uchun yasashingiz, balki tayyorlab sotishingiz, qo'shimcha daromad qilishingiz, Instagram, Telegram, YouTube orqali onlayn savdo qilishingiz mumkin. Kurs davomida mana shu videoda ko'rib turgan barcha narsalaringizni yasashni o'rgataman. Agar siz ham hunar o'rganib o'z qo'lingiz bilan chiroyli buyumlar yasash istagingiz bo'lsa yoki biznes qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram, Instagramdan yozsalaringiz bo'ladi.